Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar, ko'rib turganlarga Uz Avtotrans davlat tomonidan qo'yilgan primoy reys avtobuslarimiz Abu Saxiy avtovokzalidan haftada 4 marta dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlariga reyslarimiz amalga oshyapti. Soat 14:00 dan 15:00 gacha kelib, o'zingizlarning ishonch kassamizdan mana bemalol o'zingizlar biletinglarni xarid qilib, hamda mana avtobusimiz kelguncha zalajlanamizga kirib, bemalol dam olib o'tirib tursanglar bo'ladi. Aning turimiz mana katta masjiddan kirishinglarga chap qo'lda o'zimizning ishonch kassalarimizgacha borib turibdi. Avtobusimizni ko'rib turibsizlar, davlat tomonidan qo'yilgan sifatli ishonchli avtobusimiz shart-sharoitlarini aytib o'tsak, konditsioner, tualet, kuller, monitor hamda 3 ta ishonch kameramiz 24 soat davomida davlat nazoratida bo'ladi. Kimda kim shunaqa sifatli xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsa, ekranga ishonchli raqamlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Telefon qilinglar, bog'laninglar aka-ukalar, tanlovda adashmanglar.